İşimizi devamlaştırmamız hürmetli vatandaşım hem mavzu. Yaponiya, Amerika'nın denizde ötküzülgen harbiy manevri, Yaponiya bilen Amerika'nın denizde ötküzülgen harbiy manevri, Pyongyang'a berilgen signal dep qaraldı mavzulu haber. 11. ayının 17. günü Amerika ovozunun Xitay tili programı e'lon qildi. Haber mındak başlar. 5 burcaklik bina Amerika Yaponiya deniz armiyeleri yıllık koş taraflı harbiy manevrini başlayıp etti. Bu manevr yadrosunu ötküzülgen kuch görüş dep qaraldı. Oyun gün ötküzülgen bu manevrga 14 bin Amerika armiyasi qatnaşdı. Manevrga Reagan belgilik avamatki bir qanç qoğluqçı harbiy parxutlar qatnaşdı. Bu Qıtım Yaponiyanın Çongshen aralığı yakın yerde ötküzülgen bu manevr Amerika Yaponiya denizde hava harbiy meşgiliş arkalık uruş tayyorlik qilish maharatini ve maslashib urush qilish iqtidorini o'stirish arkalık Çongshenga besim ishlatib Pyongyang'a Amerika harbiy kuchini tez vaqt ichida yo'tkilaydi. Amerika harbiy kuchini tez vaqt ichida yo'tkilaydi deb kuchli signal tarqitishdan iborat deb qaraldi. Bu qatim bu manevr elib berilganda Jungo haftaning 4-chi kuni ikki to'ng'itishni e'lon qildi. Bu loyiha Chongshen masalasini hal qilishda eng yaxshi tanlashdir deb ko'rsatdi. Ikki to'ng'itish degan gapning o'zi ajoyib gap ekan. Bunda mundaq deyiladi ekan. Birinchi bo'lib Amerika Qo'shma Shtatlaridan Koreya dengizi elib borayotgan harbiy manevrni to'ng'itish. İkinci bo'lib Chongshen yadro qurollarini va raketa qurollarini sinaq qilishni to'ng'itish. Bu ikki tarafdan to'ng'itish elib berilganda ondan Chongshen suhbatini boshlash. Bu ikki to'ng'itish deb Jungoning aytgan ekan, buni payshanba kuni o'ttirib qo'yibdi. Jungo va Rossiya taklif berib, Amerika va Koreya bu rayonda o'tkazilayotgan eng zo'r manevr qilish faoliyatini to'xtatish kerak. Yuqorqi manevr faoliyatini to'xtatish kerak. Bu orqali Chongshenning yadro qurollarini sinaq qilishini to'xtatish talabini o'ttirib qo'ygani yuqorqi taklif payshanba kuni qo'yilgan taklif Rossiya bilan Jungo birlashib qo'ygan taklif ekan. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Tramp har qanday shaklli to'ng'itish bilan to'ng'itishni almashtirish kelishimini rad qildi. Diqqat vatandoshim. Jungolar Rossiya taraf yuqorqi to'ng'itishni qo'yibdi. Lekin prezident Tramp, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Tramp har qanday shaklli to'ng'itish bilan to'ng'itishni almashtirish. Masalan, harbiy manevrni to'ng'itish Amerika tarafidan aytganda, masalan, yadro raketa qurollarini sinaq qilishni to'ng'itish Chongshen tarafidan aytgan. Bundaq almashtirishni prezident Tramp keskin rad qildi. Amerika Birleşmiş Ştabining modeli Kenis Makach besh burjaklik binoda muxbirlarga suhbat bayon qilib, mundaq dedi. Harbiy kuch o'rinlashtirishni ilgari surish uchun manevr qilish urush tayyorligi iqtidorining xalqiliq bir qismidir. Bu qatimqi manevrdan burun Amerika Koreya G'arbiy Tinch okeanda bir qatim manevr o'tkazgan edi. Bu qatimqi manevrga Amerikaning 3 dona avtomatkasi kelib qatnashdi. Yaponiya 2 dona avtomatika, ya'ni uçar aeroplan tushalaydigan, qo'naqlaydigan, chiqalaydigan 2 dona avtomatkani Yaponiya qatnashdi. Demak, Yaponiya bilan Amerika dengizda harbiy manevr qilish orqali Chongshenga yoki Pyongyangga nima signal yetkazdi? Biz askariy qismlarni tez yo'tkalaymiz. Endi azaldan esilayotgan yo'l ikki. Biri suhbat ustida kelishi mumkin. Biri boshqa yo'lni tanlab ol. Hozir endi prezident Tramp boshlayman deb ikki to'ng'itishni Jungo taraf, Rossiya taraf o'tirib qo'yibdi, lekin prezident Tramp buni rad qildi. Biz avvalgi lehsiylarimizda shunday so'zlab keldik vatandoshim. Bu qatim prezident Trampning Beijingni ziyorat qilishi ikki masalada, biri iqtisod masalasi. Iqtisodiy tijorat masalasi, ishga o'tirdagi qizil raqam yana ta'tirib balans masalasi. Undan keyin Chongshen krizi, yadro qurollar krizi masalasi.
Biz şunun qarab baqaylik, hörmətli vətəndaşlarım. Hazırdan qaraganda, mesela alaylık başta yadro kurallarını işletiş meselesi doğrusunda hazır Kongresi Prezidentinin şunda hukukunu çeki kaya geçi degen jığın mı etçildi. Andın onun o jığında berilgen karar boyu çıkarılan fikirler boyunca Amerika Qoşmuş Ştatları Prezidentinin hukuku var dedi. Ciddi peyte, ciddi vakitte yadro kurallarını işletişke bulur. Lekin avval işletişke bulmaydı. Bu Amerika'nın devlet siyaseti, yadro kurallarına kandak işletişke kartılgan siyaset dedi. Siyaset dedi. Enindeki yanağından Douglas Paul burun Tayvan'da iş başkuruş orunda rehber bulup durgan Douglas Paul tülügüllerden bir parça makale ilan etti. Nim dedi? Azer bezmiş 6 ay içinde. Belki bir yıl içinde Çavuşen bile Amerika oturuşki münasebetlerinin de emez. Belki Çavuşen'in ağrılıdaki yadro kuralları vaziyetin keskinleşi de kaldığını görüp durbatımızdır. Douglas Paul teklif verip nemi dedi? Şuna Amerika Qoşmuş Ştatları hükümeti Çavuşen yerim aralığa tekniğini var. Taktikilik yadro kurallarını yötkep kiriş gerek. Demek iş üyege bağlı degen gep. Yani Amerika Kongresi da yadro kurallarını işletmesi doğrusu fikir boğanda neme deyişti? Amerika herkes avval işletmeydi dedi. Demek prezidentin hukuku çek kayadan kaya geçi degen bu anlatmada ahırı neme dedi? Prezidentin hukuku bazı da belki öz aldığı hukuk çıkarışı mümkün. Bırak öz aldığı buyruk çıkarışı mümkün yadro kurallarını işletiş doğrusunda. Lekin biz bunda buyruk ne? Armiya taraf Amerika'nın asıl kanunu doğru mu? Emes mi? Şunun karayımız anda işletimizde değil. Hazır ahırdan Amerika Kongresi bu kadar yadro kurallarını işletiş meselesi de prezidentin hukukçaki kayadan kaya geçi degen bu meselenin hazır koyuluşu Amerika tarihinde sürüş degeni bunun 40 yıl burun Rusya şu aski sabık Sovetler bilen Amerika Qoşmuş Ştatlarının münasebeti soğuk münasebetler oluş devri kirgen vaqtda bir qatam şunda koyulgan edi. Yadro kurallarını işletiş bulaptı bolmam degen muhakeme kılıngan edi. Bugün 40 yıldan keyin şunda muhakeme elip berildi Kongresda, devlet meclisi dedi. Hukukçaki yadro kuralları işletişten hukukçaki sağda kayadan kaya. Şuna da qaraganda 40 yıl burun soğuk münasebetler uğraşı devri. Hazır Amerika Qoşmuş Ştatları kim bilen soğuk münasebetler uğraşı devri girdi. Bundak geptak eğizden çıkmadı. Bırak bu qatim yine Amerika Devlet Meclisi de yadro kurallarını işletiş meselesi boyunca Amerika Qoşmuş Ştatları herkes birinci bulup yadro kurallarını işletmeydi. Lekin vaziyet şundak mı yakkandak? Nemiş tuyuksuzluğu yadro kurallarını işletişten çeki prezidentke berilgen hukuktan çeki kayadan kaya geçi degen narsa muhakeme kılıyor. Biz avval kılıksiyimizde neme dedik? Mesela Prezident Trump soğudu meselesi dedi. Devlet oturusu devlet hükümet emez. Hükümet Amerika'ya meblağ sanmasına gerek. Hususi şirketler Amerika'ya meblağ sanış gerek. Soda, ticaret, adil, adalet, beraber. Menfaat yetkizиш asasıdır bu iş lazım. Herkes kalktı soktu ile bulması gerek. Bu tügüdür. En ahırı kılıksiyimizde ötkende sözcüğünümüz insanlarda boz gerek görmedik vatandaşım. Nemi dedi? Cungo hükümeti tuyuksuzda Amerika Qoşmuş Ştatları oylamağa yedin. Mesela Prezident Trump Beijing'de oturuğa koymagan bir mesele. Cungo'nun şirketleri yaki birleşip eçilgan, başkurulup atkan şirketler olsun. Yaki Amerika'nın pul mamılı organları olsun. Cungo'da payçek, orada payçeki ilgi buluşta 51%'lik hukuka iyi. 51%'lik pay hukuku iyi. Payçek hukuku iyi boladı. Hoş, şuna deyin biz ahir yan neme dedik? Amerika'nın pul muamele organları mesela İktisat münasebetlik bankadan qarz eliş organları hem Amerika'ga Cungo'ga körüp 51% etrafıdır. Hukuka iyi bolsa boladı. Bu digellikte emni neme dep düşündürümüz hürmetlik vatandaşım. Cungo hazır bunun yol koymadı degen gep. Cungo hazır yol koydu. Belki Dünya Soğuk Teşkilatı'nın kilişimide şundak bir taraflar buluş mümkün ki. Bırak bugün biz qaraymiz ki meyli Germaniya şirketleri, meyli Angliya şirketleri, meyli Amerika'nın şirketleri Cungo'ga körüp pul muamele sahasında
51%lik pay huquqi var. Yoki pay chek huquqiga ega bo'ladigan bo'lsa, bu nimadan derak berdi, hurmatli vatandoshlar? Biz junguliqlarning g'ururiga chaqilmaydi. Biz junguliqlarning g'ururiga chaqilmaydi. Uyg'ur xalqi birovning yoki bir millatning g'ururiga chaqiladigan millat emas. Uyg'ur xalqi Nochdan qo'rqmaydigan, bo'zakni bo'zak etmaydigan shunday bir millat. Shunga bir millatning g'ururi va xarakterini hargiz Uyg'ur xalq oyog'i siqmaydi, haqoratlamaydi. Lekin shu narsani ko'rib baqaylik, bugun Germaniya shirkatlari, Angliya shirkatlari, boshqa demokratik ellarning shirkatlari Jungo bozoriga kirgan ekan, 51%lik huquq bo'yicha paychak huquqiga erishidi ekan, yoki shirkatlarni boshqarish huquqiga erishidi ekan, yoki Jungoda shunday iqtisodiy huquqqa erishidi ekan, bu nimadan derak berdi, hurmatli vatandoshlar? Biz buni burunqi qilib lashqani ko'rinib ketgan bo'lsa-mu, burun huquq bilan desak, shunday bo'ladiki, chet el moliya guruhi Jungoda 51%lik iqtisod huquqiga yoki boshqarish huquqiga yoki paychak huquqiga erishdi deganlik mavzuning tili bilan aytganda qo'polroq bo'lsa-mu, mushaga qo'shib qo'yaylik, hurmatli vatandoshim. Bu Jungoda dallol burjuaziya yetishib chiqdi. Dallol burjuaziya hozir Jungoning iqtisodiy, hatto siyosiy manfaatlarini o'z oldiga bir taraf qila oladigan kunga erishdi. Lekin bu dallol burjuaziya demokratik ellar oldida shunday yo'l qo'ydi deyilgan bo'lsa, endilikda bunday yo'l qo'yish Jungo uchun aytganda, masalan, 51%lik paychak huquqi va huquqni chet el shirkatlariga berish deganlik, keyin buningda endi siyosat belgilash, qonun chiqarish, nizomnoma qoidalarni tuzish jihatda chet el shirkatlari yoki chet el moliya guruhi Jungoning shunday ishlariga siyosat belgilash, qonun tuzish ishlariga aralasha oladi yo'q degan emas. Enlik ikkinchi masalaga o'taylik. Ikkinchi masala ishga to'g'nitish. Biz boshda aytdik, Prezident Trump keskin rad qildi. To'g'nitish bilan to'g'nitishni almashtirish masalasida Prezident Trump keskin rad qildi. Bu so'zning uzoyiga, o'raniga, toniga diqqat qiling, hurmatli vatandoshim. Bu Jungoning taklifi. Keyin Jungoga Rossiya qo'shilib, Rossiya ham shunday taklif bergan bo'lsa, masalan, nima deydi? Chavshan yadro